Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, 20 ming dollar pulingizni tejab qolasiz. Qanday qilib deysizlarmi? Chunki ushbu uyni xonadon sohibi qanday qilib tunikafon qilishlik orqali 20 ming dollarni tejab qolganligini batafsil ma'lumot beraman. Faqat videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum azizlar. Kaminos Abdulloh 17 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Tunika sohasi bo'yicha. Tunikafon sohasida 6 yil bo'ldi. 6 yil ichida 400 ga yaqin butun respublika bo'ylab kichkina emas, mana shunday katta xonadonlarni juda chiroyli muvaffaqiyatli qilib o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Juma shahrida Ulug'bek ukamizning xonadonini, uylarini, patologlarini, tunikafonlarini juda ham chiroyli suratda qilyapmiz. Azizlar, hali ham obuna bo'lmasa, kuzatayotgan bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Aytishlaring mumkin, nerealni gapni gapirib qo'ydingiz, yana o'zingiz qadriyatli ustaman deysiz. Ya qadriyat qanaqa bo'ldi deysizlarmi? Yo'q, qadriyat zo'r. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana, xudo xolasa, uylar juda ham chiroyli ketyapti. Yaqinroq bir ko'rsating. Ko'rsin buni biz. Mana uylar qayziroqlari juda ham chiroyli, juda ham akkuratli sifat bilan ketyapti. Sifat. Xo'p, ichkarini ko'rsataman. Keyin men sizlarga realni emasmi bitta narsani tushuntirib beraman. Keling. Hozir men sizlarga bir narsani ko'rsataman. Haqiqatan realni emasmi? Mana bu uyda tunikafonlari alikafonga bittaga bitta chiqqan. Nima uchun? Chunki bu rangi glyansiy tunika. Alikafonda ham xuddi shunaqa glansivilik xususiyati bor. Oldin tunikada glansiv tunikalar bo'lmaganligi uchun biz xuddi alikafonga birga bir chiqara olmasdik. Mana bu ishlarimizda esa endi xuddi alikafonga birga bir chiqqanligi uchun yo'llarda ham katta aymon bor. Bularda hammasini agar hisob kitobini oladigan bo'lsak, 1,5 ming kvadrat metrdan ziyodroq joy rasxod metal bo'lyapti tunikafonlarimiz. Mana shu narsani hammasini agar alikafondan qilinadigan bo'lsa, bu 40 ming dollar ziyodroq pul ketadi. Endi xuddi shu narsani bizlar xuddi alikafonga o'xshatib, juda ham bir chiroyli suratda qilib tugatyapmiz. Tunikafonda bo'lganligi uchun naq 2 pochka 20 ming dollar pul tejab qolindi. Ushbu xonadon sohibi patologlarning juda ham bir chiroyli, eng zamonaviy, eng zo'r dizaynda bo'lishligini xohladi va biz ular bilan kelishgan holda uyni oq glansiy tunikadan high-tech 3D fasonda va ba'zi joylariga nержавейка gold, ya'ni tilla rangli nержавейкаlardan ishlatgan holda ish jarayonlarimiz mana shunaqangi tartibda ketyapti. Agar siz ham uyingizda juda ham chiroyli qilaman desangiz, aslida premium klassdagi patologlar bular hammasi oldin alikafondan qilinardi. Nima uchun? Juda ham chiroyli bir yaxshi narsa xohlayotgan aka-ukalarimiz shunaqa qilgan. Endi esa siz xuddi shunaqa narsani biz sizga tunikafondan chiqarib beradigan bo'lsak, pulingiz 2x ga tejalib qoladi. Agar mana shunaqangi obyemingiz katta bo'lsa, 40 ming dollar alikafonga emas, 20 ming dollar tunikafonga berib, shu atmosferani sotib olishlaringiz, qildirishlaringiz mumkin. Endi to'g'ri, masalan, obyem kichkina bo'lsa, o'zi bir 5 ming dollar bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri, u yerda 20 ming dollar tejab bo'lmaydi. Lekin mana shunaqangi katta obyemlarda uyda tunikafon qildirganingizda mana shu narsani tejab qolsa bo'ladi. Mana ish jarayonlari davom etyapti. Mana bu qismimizda ancha qismi tugab qoldi. Bu yerda endi kaziroklarni mana lisalar o'rnatib oldi yigitlarimiz. Mana bu ayvonda ham ancha buncha qismi tugab qoldi, xudo xolasa. Mana shu tarzda bizlarda high-tech 3D fasonlarimiz, ish jarayonlari ketyapti. Ya'ni obyem katta bo'lsa, 40 ming dollarlik alikafon qilinadigan bo'lsa, xuddi shuni tunikafondan qilsak, naq 20 ming dollar pulni tejab boshqa narsaga ishlatishingiz mumkin. Hozir ushbu xonadonimizda sokullari granitdan ketyapti. Juda ham chiroyli Angola Black qop-qora granitlarimiz, tunikafonlarimiz birga ketyapti. Ya'ni sokul bilan tunikafon ishlarini birga olib ketyapmiz. Xudo xolasa ikkalasi birga bitadi. Mix bo'lyapti. Oppoq tunikafon, pastdagi sokullari esa qop-qora. Juda ham chiroyli bo'lyapti, xudo xolasa. Agar sizlarga ham mabodo granit sokul xizmatlari, tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Uyda ustunlari ham mana qop-qora granitdan, buyog'i termotraventindan juda chiroyli suratda davom etyapti. Bu tugagandan keyin tunikafon bilan yana dars ketamiz. Tunikafonlari ham kaziroqlarni juda ajoyib suratda ketyapti. Bu uy o'zi nima deydi?
dizaynni xohlaydigan, sifatni qadrlaydigan, eng zo'ridan bo'lsin deydigan aka-ukalarimiz uchun shunaqa fasonlarimiz ham bor. Mabodo sizlarga ham ishlarimiz qiziq bo'lsa, sizlar ham uylaringiz mana shunaqa katta uylar bo'lsa, kimga topshirsam ekan, dizayni qanaqa bo'ladi deb xavotir olayotgan bo'lsangizlar, qo'rqmasdan pastdagi raqamlar orqali qadriyatli ustalarga qo'ng'iroq qilib, uyingizni bepul hisob-kitob qildirib, narx-navo sizga ma'qul desangiz, bemalol telefon qildirishingiz mumkin. Bizda narx-navolar arzon. Chunki sizni oshiqcha xarajatga qo'ymaymiz. Chunki sizni oshiqcha tashvishlarga qo'ymaymiz. Bittada zo'r bo'lsin degan aka-ukalarimiz pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib aloqaga chiqaverasizlar. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.